Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kun. Bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumaniga keldik. Bilasizlar, bu yerda Orol bor edi. Orol qurigan. O'sha joyga keldik. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. 1960-yilda Orol mana shunday bo'lgan ekan. Hamma 73-yil. Mana 87-yil, sekin-sekin quryapti mana. 99-yilda ham hali normalniy. 2006-yilda mana ancha qurib ketdi. 2016-yilgacha jo'nagan. 2016-yilda o'sha faqat ikkita chetda ekan, o'tda, bu yerda. Yo'g'i hali yana 10 yil davomida nima gap, nima so'z bo'lgan? Mana shu Orol bo'lgan shu mana shu polni. Ko'zingga chiqdilar, ko'zingga kelsa. Ana ular buni cho'laman deb. Qaranglar, voy, mana shu polni hammasi suv bo'lgan shu. Qurib ketgan mana. Hamda mana kemalar qabristoni. Hozir endi bu yerda bularni eksponat qilib qo'yib qo'yilgan ekan. Juda ham ko'pchilik chet ellardan ham kelib tomosha qilishar ekan buni. O'zbekistonda yashab turib birinchi marta kelishim shu yerga, to'g'risini aytsam. Shunday katta joy qurib ketgan mana. Hozir o'sha tepada turuvdim. Hamyodiy zinadan mana tushib keldik pastga. Kemalarning oldiga. Demak, men hozir o'sha suv bo'lganda cho'kib ketgan bo'lardim bu yerda. Mana kemalar, qaranglar. Shunda kemalar zanglab, kemalar qabristonida turibdi. Mana bu yoq tarafda ham kemalar hammasi. Dahshat. Vaqt o'zinikini oladi. Qani bir tepasiga chiqib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Dasturga bir qarab bering. Voy. Mana. Kemaning ustiga chiqdik. Ha, bo'ldi, izlar. Ishlari. Mana mashta mashinist joyi bo'lganda demak. Yuradigan. Oldi tarafi temir zanglab yotibdi. Lekin qaranglar. Temirlari qalin. Lekin tuz shu temirlarni ham yeganda baribir. Qo'yib qolish kerak. Lekin issiq dahshat bo'lyapti. Cho'l bo'pti-da, bu cho'l xullas.